ismi Hilona Nasimova. Tushunmadim. Bu qiz kechagina uyimizni tozalashga kelgandi-ku. Hali sen o'ylamizni buzmoqchi bo'lgan-a? Kechiring aka. Men ko'ylaklarimni kiyganmiding? Yotoqxonamda rasmga ham tushding-a? Nima edi maqsading? Oilamni buzmoqchimiding? Yo'q, Alisher akam bilan tanish bilishlik joying bormi? Yo'q, opa, men eshitdim, Instagramga blog olmoqchi edim. Shuning uchun sizlarnikini syomka qilib oldim. Meni uyim chiroyli emas. Kiyimlaringiz ham qarasam chiroyli ekan. Meni razmerimda ekan. Shuning uchun kiydim hammasini, rasmga tushib olgandim. Atay qilmadim, iltimos kechiringlar. Sen jinnimisan? Qaysi farosating bilan birovni kiyimini kiyding, ha? Uyalmaysanmi? Yana spalnida videoga olasanmi? Aqling joydamisan, ha? Kechiringlar san, ukajon. Bilmay qopti. Bloger bo'lgisi kelibdi. Chiroyli narsalaringizga oshiq bo'libdi-da, singlim. Kechiring. O'rtoq tergovchi yoshlik qilibdi. Biror narsa desangchi. Kechiringlar, iltimos. Bilmagan